kartoshkani boshlarida biz 40 mingdan oldik. Qaymoqdek bo'lib turibdi-ya. Baho beringlar, qaranglar, tiniqligini qaranglar bu kartoshkani. O'zi kartoshkani bunaqa yetishtirish ham hammaga emas. Bo'ladi 5-6 tonna. 5-6 tonna. Bu 20 sotix joydanmi yo 10 sotix joydanmi? 25-30 minggacha bo'ldi kilosi. Daladan. Daladan ha. Piyozchilarning kayfiyati unchalik yaxshi emas deyapti Ergashali, lekin kartoshkachilar kayfiyati zo'r deyapti. Necha pul sotilyapti? Ha, urug'lik. Kesib ekilgan ekan, ko'rib qo'yinglar. Instagram bor ham. Ochamiz, kanal qo'yib beramiz, biz sizga yordam beramiz. Agar kartoshka arzon bo'lsa, o'zi qoplab beradi. Agar kartoshka qimmat bo'lsa, o'zlari qoplab oladi. Shunaqa bo'ladi. Bizga kamida mana shu hududda 10 ta, 15 ta, undan ham ko'p bo'lsa, agro yo'nalishini ko'rsatadigan yoshlar kerak. Surxondaryodanmi, Afrikadanmi, Amerikadan ko'rib tursak, Dilshodbekning ishini. Kartoshkani ko'ryapsizlarmi hosillarni? O'sha Qumqishloqdamiz, Dilshodbek ukamizning yoniga keldik. Qanday ishlar? Bo'ladi. Charchamayapsizmi? Charchash yo'q. Qancha joy kartoshka ekdingiz? 20 sotiq. 20 sotiq. Patplyonka bo'lgan ekan-a? Patplyonka, mayda duga. Hozir Ergashaldan so'radim, aka deyapti, kichkina do'gaga qilgan. Ha, kichkina. O'shani qilgan va bugungi kunda mana nima navi bu? Arizona. Arizona. O'rtoqlar buni qaranglar. Arizona navi ekan. Qaymoqdek bo'lib turibdi-ya. O'zingizlar baho bering. Tayyor. Baho beringlar, qaranglar, tiniqligini qaranglar bu kartoshkani. O'zi kartoshkani bunaqa yetishtirish ham hammaga emas. Tepada Bahodir akamiz qazyapti. Hayakni uzib beryapsiz. Tepada qazib beryapti. Akani bitta ko'raylik ishini. O'rtalar bitta kichkina mini texnologiyalar hozir yoshlarimiz juda ko'p qo'llayapti. Bittasini ko'raylik. Bahodir aka, qani yuring qani. Kartoshkani qanaqa chiqishini bitta ko'ramiz. Ha? Qani Dilshodbek aytayapti, aka mehnat qilganman, yerni chuqurroq haydaganman dedi. Ana hozir. Xo'sh. Endi odatda boshda ana bo'lmaydi, o'rtarog'ida realniy hosil o'rtarog'ida bo'lish kerak o'zi. Dilshodbek? Qaysi biri? Ha, menimcha hammasi bir xil. Hech kam joyi. Bo'pti, bizni yolg'onchi bo'lib qolmasligimiz uchun shunday o'zingizlar olinglar. Menimcha bu urug'ligimi? Ha, urug'ligi. Kesib ekilgan ekan, ko'rib qo'yinglar. Mana kesib ekilgan ekan. Kesib ekilgan, faqat bitta ko'zi ekilgan. Demak, bu degani to'laqonli kartoshkani o'zi ekilmagan. Shunaqami? Shunday. Mana. Realni hozir qazib oldik. Bitta kartoshka 4-5 ga bo'linib ekilganda. Hozir aytdiki, piyozchilarning kayfiyati unchalik yaxshi emas deyapti Ergashali, lekin kartoshkachilar kayfiyati zo'r deyapti. Necha pul sotilyapti? 7 ming. Shu yerdan olib ketishi. Shu yerdan olib ketishi. Mana shu yerda qoplashyapti. Mana orqa tomonda ko'rsanglar, qoplashib turishibdi hammasini. Sizlar faqat terib, qopga solib berasizlar. Yo'q, shuna kavlab beramiz, bo'ldi, o'zlari qoplab olib ketadi. Qoplovchilar ham o'zlarining harakatlari. O'rtoqlar buni qaranglar. Qo'l mehnatida juda ko'p narsa ketadi. Hozir mana bitta texnika orqali ancha yengillashibdi bu narsa. Endi bundoq bo'ladi o'zi. Agar kartoshka arzon bo'lsa, o'zi qoplab berasiz. Agar kartoshka qimmat bo'lsa, o'zlari qoplab oladi. Shunaqa bo'ladi. Lekin nima bo'lganda ham biz yaxshilik tarafdorimiz. Daromadimiz qancha? Nima deysiz? Mana yer unaqa katta emas. Mana shu yerdan tirikchilik yaxshi bo'lyapti. Bo'ladi, ha, yaxshi. Hozir mana ko'ryapmiz, narigi tomonda qo'y, echkilar, chorvalar bor ekan. Ha? Nimalar bilan shug'ullanasiz endi? Shu mol hol dehqonchilik. Dehqonchilik, chorvachilik. Chorvachilik. Xo'p, biz bu yerga yana bitta masala qarab kelganmiz. Tomchilab sug'orish tizimini o'rnatish kerak birinchi o'rinda. Hozir mana Bekzod ukamiznikini ko'rdik, issiqxonalarga qo'ygan. Umuman suv bo'lmasa ham bitta knopka bilan arzimagan suv bilan sug'oryapti. Ozuqasi ham shu yerda ketadi, yer jipslanib ketmaydi. Juda baxmal deb bo'lib turadi. Hosildorlikka yana imkoniyat yaratiladi. Ya'ni mana bunaqa qanchalik ko'p hosil ichkariga bo'larsa, endi bu to'g'ri bu yerda bir retilda ham joylari bor. Lekin mana shu baxmal deb bo'lib turadigan bo'lsa, kartoshka yerda yaxshi yasaydi. Bu birinchi masala. Ikkinchisi mana biz kelib olmasak, mana akbaralik ko'rsating, mana bu jarayonni ko'rsating. Biz kelib mana shu jarayonni olmasak, mazza qilib hech kim buni ko'rmaydi. Telefon bormi? Telefon, o'z telefoningiz bor-a? Telefonni shunday chiqarib, mana shu yerda bitta shunday videolarga olib, mana bizning hosillarimiz bo'lyapti. Plyonka yopilgan vaqtida, ekilish vaqtida, qazilish vaqtida deb ko'rsatib tursak, biz Surxondaryodanmi, Afrikadanmi, Amerikadan ko'rib tursak, Dilshodbekning ishini. Nima deysiz? Bo'ladi. Bugun mahallada ko'ryapmiz, shu bo'ladi deganiga aytyapmiz, bo'ldi, yordam beramiz. Boshlanishi juda yaxshi. Birinchidan dehqonchilikdan xabaringiz bor ekan, bir. Ikkinchidan bo'li ertaroq pishishligi uchun ustiga plyonka qoplab qilyapsiz. Sortni ham zo'rini tanlabsiz. Arizona juda yaxshi nasib etsa va erta chiqarib sotyapsiz. Qancha erta chiqsa kartoshka shuncha arzonroq bo'ladi. Kartoshkani boshlarida biz 40 mingdan oldik bozordan. Eng avval kartoshka necha pul sotilgan ekan? Xabaringiz yo'qmi sotsializmlarda? Boshlanishi shu 25-30 minggacha bo'ldi kilosi. Daladan, ha, shunday. Ular bor yo'q sizga kichkina qimmatda katta do'ga qilgan, oldinroq. Kattalar, ha. Kichkinalari ham
15 ming, 14 ming shunday sotib, juda ham ertachiroq Ha. ekkanlari. Sizniki sal kechroq, shunda ham 7 ozroq ming. kechroq. Shunga ham 7 ming. Endi xo'p, 7 ming. Sizni joyingiz bu yerda qancha dedingiz? 20. 20 sotik. Qancha hosil olish mumkin? Uni qopga tushadigani garoqlardan. Shu bo'ladi 5-6 tonna. 5-6 tonna. Bu 20 sotik joydanmi yo 10 sotikdanmi? 20 sotik joydan. 20 sotikdan 5-6 tonna. Xo'p, 7 ming deyapsizmi? Qo'lingizga sanab beradigani? Endi hisobini chiqarib olaverasiz o'rtalar. Biz birovning pulini sanamoqchi emasmiz. Umuman bitta yosh ma'lum bir vaqtda qancha qiymatda pul ishlab topishi mumkin, imkoni borligini aytmoqchimiz. Xohlasa. Xo'p, endi bitta vloglarga olib qiladigan ana Bekzod bilan gaplashdik hozir Teplitsada. Aka bo'p deyapti. Biz sheriklar bilan kelishib, telefonlarga olib, videolarga olib qo'yib boramiz. Telegram nima, Instagramingiz bormi? Instagram bor ham. Ochamiz, kanal qo'yib beramiz, biz sizga yordam beramiz. Biz kanallarimiz bilan kollaboratsiya qilamiz. Bizga kamida mana shu hududda 10 ta, 15 ta, undan ham ko'p bo'lsa, agro yo'nalishini ko'rsatadigan yoshlar kerak. Keyin shu yoshlar ishlar agentligi bor, yosh fermerlar kengashi bor. Bularning hammasini maqsadi shu savdo maktabi degan, yosh fermerlarning savdo maktabi tashkil qilishda ijtimoiy tarmoqlarda o'shani yaratib, platforma yaratib, o'shalarni onlayn sotish maqsad qilingan. Bu alohida kelib ishlab beradi sizlarga. Qazib berib turadi, bo'ldi, shunaqa. Zo'r. Zo'r. Nima demoqchimizki, kartoshkani o'zi, mana bu motobloklarimizni yengil yurishi puluklarning o'zi yerda yaxshi qiymat borligini, yaxshi tayyorlanganini, yerdagi baxmal deb bo'lib turganini anglatib turadi. Agar dehqon yaxshi bo'lmaganda u yura olmasdi u. Demak, tajribangiz bor. O'sha tajribani endi yoshlarga ulashishimiz kerak. Biz sizga yordam beramiz, kontaktlarni ergachalarga aytamiz, siz beradi. Mana shu mahalladan kamida dehqonchilik bilan shug'ullangan 5-6 yoshlarni olib, bizni yordamimizda vlog yuritasizlar. Urug'ni tayyorlashdan boshlab, ekishdan yetishtirishgacha siz ham o'sha 20 minglik bor, sotadigan. O'sha yoqqa olib chiqamiz, xudo xolasa, inshaalloh. Kelishdiga? Dilshodbek ukamiz, xudo xolasa, Qumqishloq mahallani nomi. Qumqishloq mahallasidan yana bitta shu yo'nalishda bir hamkorlik qiladigan ukamiz topildi. O'zini faoliyatini, ishlarini yoritib boradi. Biz yordam beramiz. Haligi to'lovlarni ham qilamiz. Kerak bo'lsa forumga chaqiramiz. Inshaalloh bugundan boshlab start boshlanadi shu ishga. Yig'ishdan boshlab dastlabkilarni beramiz, o'zingiz ko'rsatib borasiz. Kelishdiga? O'rtalar biz davom etamiz yana.